Yani shunda rivoyatlarda kelar ekanki, rivoyat birodarlar ibratlansa bo'ladi. Bu oyat yoki hadis emas, lekin chiroyli bir ibratlanadigan so'zlar. Odam alayhissalom vafot qilishidan oldin bolalarini to'plab ularga vasiyat qilar ekan. Ya'ni birodarlar diqqat qilaylik. Hammamiz otamiz bo'lgan Odam alayhissalom bizga nasihat qilyapti. Ya'ni ota o'tyapti, bolalar chaqasiga hayotda to'plagan eng yaxshi bir tajribalarni gapirib ketadi. Shunday emasmi? Bolalaringizga aytinglar dedi Odam alayhissalom. Dunyo bilan xotirjam bo'lib qolishmasin. Dunyoga ko'ngil qo'yish olmasin. Chunki men ham jannatga ko'ngil qo'yib, xotirjam bo'lib qoldim, chiqib ketishim mumkinligini esdan chiqarib qo'ydim, jannatdan chiqib ketib qoldim. Dunyoga keldinglar deyapti Odam alayhissalom, chiqib ketasizlar deyapti. Shuni esdan chiqarmanglar. Agar bir odamga bir oydan keyin siz o'lasiz, sizni jigaringiz tugab desa, nima ish qiladi bu odam? Hech qorasuga borib savdo qiladimi? Hech narsa qilmaydi, yotib olib ibodat qiladi. Birinchi nasihat, dunyodan chiqib ketishinglarni esdan chiqarmanglar. Har qaysi lahzada chiqib ketishingiz mumkin. Ikkinchi nasihati. Farzandlaringizga aytinglar, ayollarini havoyi nafsiga ergashmasin. Agar men ham ayolimni havoyi nafsiga ergashmaganimda menga malomat yetmasin. Biz erkak kishi sifatida juda ko'p ishni sodda, oddiy bo'lib ketishini xohlaymiz. Bitta nonushta berasiz, bitta osh beradi, shu bilan nima? Bo'ldi biz uchun. Endi undan keyingi mashmashalari nima? Oyatda buyurilganmi keyingi mashmashalarni? Hadisda buyurilganmi? Sahobalar yoki tobiinlar qilganmi? Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu uylanibdi-yu, payg'ambarimiz aytmoqda to'yga. O'tib ketaverib to'yga. Bo'lmaydi aytmasa. Ko'rishganda Abdurrahmondan atir hidi keldi. Abdurrahmon dedi Rasululloh, Rasululloh aytmoqda. Eshitmayapmiz, biz aytmoqda bizni. Nima deb aytmasa? Avli mana bir shatim dedi. Bitta qo'ysa dedi, e'lon qilib qo'ying, ziyofat berib qo'ying dedi. Bitta qo'y ekan. Agar bizga qolsa, hamda orzu havas kim qiladi? Mana shu orzu havasni deb turib 30 ga kirib ketyapti bolalar. 25 ga kirib ketyapti qizlar. Sepini qilib bera olmaganligi uchun. Kim javob beradi bunga? Ana shu orzu havasni o'ylab topganlar javob beradi. Ana shu orzu havasni o'ylab topganlarga itoat qilayotgan erkaklar javob beradi. Qarzni uzishga, o'likni olib borib qo'yishlikka, qiz bolani joy chiqsa berishlikka shoshilinglar demaganmi payg'ambarimiz? Qolgan ishda shoshilmasanglar ham. Yo biz tayyor emasmiz hali. Uylarimizni remont qilganimiz yo'q hali. Xotininglarda havoyi nafsiga ergashmanglar deydi. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa degan Alloh taolo. Erkaklar ayollar ustida nima? Rahbar degan. Xo'sh, ho'kiz deymiz biz. Hozir ho'kiz aravaga chiqib oldi. Aravada o'tirgan tushib, so'dara yuribdi akalar. Otalarimiz haqiqatan ho'kiz bo'lgan, ayollar aravada o'tirgan, yozda salqingina o'ralgan, qishda issiqini o'ralgan chodirdan tushmasdi ayollarimiz. Uyda o'tirar edi, mukarrama bo'lib o'tirardi, muhtarama bo'lib o'tirardi. Erkak yozda changini, qishda loyin tepalab so'darab kelar edi. Topganiga rozi bo'lib o'tirardi ayol. Zamonlar keldi, ayol bilan erkak huquqini tenglaymiz deyishdi, tenglashdi o'zlaricha. Ayolning huquqi aravada o'tirish edi. Bolalarni tarbiya qilish edi. Tushirib qo'ydi. Ikkovi teng tortadigan bo'ldi. Xo'p, kolxoz bo'ldi. Zamonlar keldi, erkak kishi ko'chaga chiqishi qiyin bo'lib qoldi. Endi aravaga erkak kishi chiqib oldi, xotin so'dara yuribdi. Endi bizda hayot aziz bo'lsinmi? Xotininglarni havoyi nafsiga ergashmanglar deyapti. Agar men ergashmaganimda, bu degani umuman gapni kiflga olmaylar degani emas, to'g'ri tushuninglar. Bu safar aytganda o'sha qilib tushunibdi. Xotinni umuman maslahat qilib olmaydi deb, birov shuna deb so'radi. Unaqa emas. Chippanada qo'yib, gilonda qo'yib maslahat qiladigan ishlari bor ayol bilan. Lekin shunday ishlar borki, havoyi nafsiga ergashib bo'lmaydi. Xotin bilan maslahat qil. Uchinchi qilgan nasihati, qul lahum kullu amalin turidunahu fanzuru aqibatahu. Nima ish qilmoqchi bo'lsanglar, oqibatini o'ylanglar deydi. Bir ishni qilmay turib oqibatini o'ylanglar. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ey iymon keltirganlar dedi Alloh taolo. Bir fosiq bir xabar olib kelsa, tekshirmasdan turib bir ish qila olmaylar shu xabarga qarab.
bilmasdan bir qavmga ozor yetkazib, nadomat bo'lmaylar deydi. Bir ishni qilmay turib o'ylaylar oxirini deydi. Agar men ham shu mevani yemasdan turib, yesam, nima bo'lishini o'ylaganimda yemasmidim ekan deydi. O'ylamay qilib qo'ydim, chiqib ketib qoldim jannatdan. Bitta xato qildim, chiqib ketdi shu. 4-nasihati, bir ish qilmoqchi bo'lsanglar, qalbingizga quloq solinglar dedi. Mo'min odamning qalbi hali bir datchikka o'xshab qolar ekan. Hamma qilyapti-yu, hamma ruxsat beryapti, qilaver deyapti, lekin ko'ngil chopmayapti shuni. Qilmay qo'yavering. Chunki mevani shu og'zimga olib kelgan paytimda qalbimni o'rgan bir istirobga ekanligini yeyveraverganman. Orzu, havas bilan, hirs bilan, bizga abadiy pul bo'lar ekan, abadiy hayot bo'lar ekan. Jannatda nima kerak bor birodarlar? Va 5-nasihati, istashiru fil umur. Bir ish qilishdan burun shu ishda aqli yetadigan kishilar bilan maslahat qilinglar, qilmay turib. Agar men shu mevani yeyishdan burun farishtalarga maslahat solganimda, farishtalar yeng beradi bu mevani. Odam alayhisalom hirs, orzu, havas degan narsaga aldanib qoldi shayton tomonidan va jannatdan chiqib ketdi. 5 nasihat. Birinchisi nima edi? Dunyo bilan xotirjam bo'lib qolmanglar, balki chiqib ketasizlar dunyodan. Ikkinchisi, ayollaringizning havoyi nafsiga ergashmanglar. Uchinchisi, bir ish qilmoqchi bo'lsanglar, oqibatini o'ylanglar. To'rtinchisi, qalbingizga quloq solinglar. Beshinchisi, maslahat qilinglar. Biz qilib bo'lib turib, "Qoraka, ushtalaqa yo'l bormi?" U ushtaloq qo'yishdan burun nomard kelib maslahat so'ramadi. Qanaqa tarbiya qilsam bo'ladi? Men ishtonsizda oluvdim. O'zim shu ishtonsizga loyiq edim. O'zim ham ishtonsizdim. Endi namoz o'qib keldim. Ro'mol o'radisam o'ramayapti. Ishton kelsam nima qilay demaymizda, ushtaloq qo'yib olib turib, keyin maslahat beramiz. Nima qilsa bo'ladi? Yo'ldan barakat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa hadisda marhamat qiladi. Kun fi dunya kannaka g'arib aw abir sabil va ud nafsaka min ahli al-qubur. Dunyoda g'arib, xuddi yo'lovchi singari yashaydi. Musofirda yashaydi. Ko'payib ketdi. Mana payg'ambarimizdan bu duo bor ekan. Mana musofir haqida. Bir musofir mana kinolarda ko'ramiz, qadim zamonda tayog'ini ko'tarib yo'lda yursa, biror bir daraxt tagiga boradi-da, salqinlab o'tiradi, dam oladi, yeydi, shu bo'ladi, nima qiladi yana? To'xtashdan maqsad nima? Dam olishdan maqsad nima? Ketish. Endi bir odam daraxt tagiga o'tirsa, daraxtlarni piklab, atroflarini chopib, toshlab berib, hali yerda parvarish qilib qolsa. Ha, taqsir. Mana shu yerda qolmoqchimisiz? Desangiz, "Yo'q, ketaman" deydi. Nima ovora qilyapsiz? Endi qilyapman-da. Birodarlar, biz daraxtdagi odamlarmiz. Ketishimizni esdan chiqarmaylik. Jaha obod qilishni olib qolmaylik. Esdan chiqarib qo'ymaylik, dunyodan chiqib ketishimiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Allohumma man ahabbani farzuqhu al-afafa wal kafafa va man abghadani fa'kthir malahu wa waladahu." Subhanalloh. Parvardigoro dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Kim meni yaxshi ko'rsa deydi. Ya'ni meni yo'limga ergashsa, meni sunnatim ushlasa, unga deyapti, ikkita narsani ber. Qani otaxonda duo qilib qo'ying deganda, sirasi duoyimiz dunyo matosidan nariga o'tmaydi. Tayindan shamol o'tsin, topganing qo'llarga buyursin. Allohu akbar. Kam bo'lma qilib oqsoqollarki, oxiratini bersin, iymonini bersin, iymon bilan yashashni nasib qilsin, ketayotganingda la ilaha illalloh bilan kechish nasib qilganlar kam. Shu to'yga buyursin, bizlar o'tirib to'rsida, tayindan shamol o'tsin. Yuraver ko'chada. Payg'ambarimiz bu narsani aytmagan ekan. Meni yo'limni tutgan kishiga ikkita narsani ber. Iffatni ber. Iffat degani birovni qo'liga qaramaslik. Birovdan umidvor bo'lmaslik. Bandasini oldida mana shunday turishligi va kifoyalikni ber. Birovni qo'liga qaratma va yetadigan narsasini ber. Oshirib ol demayapti. Biz albatta pulli bo'lish so'raymizda. Kasbkorga baraka ber, topganlarini aytayotgandek to'yga buyursin. Birodarlar, ikkita narsani so'rayapti. Iffatni ber, muhtoj qilma birovga va yetadigan narsani ber. Endi kim meni g'azablantirsa, meni yo'limni yurishni xohlamasa, uni bankrot qil, uni kasal qil, uni kambag'al qil demagan ekan. Bizda yomonlikda bu narsa, to'g'rimi? Kasal bo'lish yomonlik, kambag'al bo'lish yomonlik, bu yomon narsalar. Biz qo'rqamiz bu narsadan. Nima degan ekan?
meni yo'limda yurishlikni xohlamagan kishini pulini ko'paytirib qo'y. Bola chaqasini ko'paytirib qo'y. Yuribmiz bola chaqa deb ikkita narsa. Bola, chaqa. Yawmala yanfa'u malun wala banun illa man atalloha biqalbin salim. Qiyomat kunida insonda na bolasi, na chaqasi yordam bermaydi deyapti Alloh. Faqat pokiza qalbi yor. Imonni shu ikkita narsani aytayapti Alloh taolo. Payg'ambarimiz ham shu ikkita narsani aytayapti. Pulini ko'paytirib qo'y, avvalroq qolsin puli bilan, bola chaqasini ko'paytir, shular bilan oxiratdan avvalroq qolsin. Birodalar, dunyodan chiqib ketishimizni esdan chiqarmaylik. Musofirda yashaylik. Inshaalloh shaytonning makriylasidan omonda qolsak arzonmas. Demak, sizlar bilan bugun orzu havas va hirs degan kasalni ko'rib chiqqan bo'ldik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.